Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 10 sentyabr. Va mana qulupniylarni ekishi boshlab hozir yana mana pushtalar to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Mana yerlarimizdan chiroyli qilib tayyorlab pushtalarni oldi. Mana hop pushta o'zani, mana ariq o'zani, bu ariq ikkinchi ariqqacha bu sentrdan sentrgacha 120 122 olganmiz. Endi bu turbalarning oraligiga qarab turib shunaqa razmerda bo'lgan. 120, 122, 130 bo'lsa undan ham zo'r bo'ladi agar joy pazorat qilsa. Bizga endi shu anaqaga to'g'ri keldi. 120 ga oldik mana. Mana ekishlarni bu yoqda boshlab olganmiz. 7-sentyabrdan ekishni boshladik. Mana buni kecha ekdik. Buni o'tgan kuni ekkanmiz. Mana 7-da ekkanimizda уже bugun 3 kun bo'ldi. Mana ancha o'zini tutib oldi. Hozir 3 kundan beri sug'oryapmiz. Xudo xolasa indinga bu yerga yana bitta ildizdori berib olamiz. Bularni hammasini keyingi videolarda ko'rsatib qo'yib boramiz. Kuzatib borishinglar hammasini bundan buyog'iga videolarni endi tez qo'yib borishga harakat qilamiz. Hozir mana kapini ishlanganini tortib oldi. Hop, mana endi to'g'ri chiqish uchun ustidan jirkani tortib, uni tortsanglar ham bo'ladi, tortmasanglar ham bo'ladi. Endi men chiroyli tekis chiqish uchun tortib olganman. Hop, endi kapini tortib olganimizdan keyin biz har doim oldingi videolarimda ham ko'rsatib o'tganman. Kichkinagina aruvchi ochib olsa, shotga suv berganinglarda o'tiradi. Mana bunaqa bo'lib, mana kichkina aruvchi ochiladi. Ekayotganinglarda ham qiynalmaysizlar. Keyin ekkaninglardan keyin yoniga ham suv yurib ketmaydi. Mana bu yo tomondan ko'rsatib qo'ying. Mana atroflariga suv yig'ilmaydi. Mana shu o'zida kichkina mana suv yig'ilib turibdi. Bu yoqqa yurib ketmaydi. O'z zaxi sekin uraveradi. Mana shunaqa qilaman. Mana shunaqa qilgan yaxshi. Bo'lmasa, mana bu yerga suv yig'iladi-da, qattiq bo'lib, mana bu joylar qatqaloq bo'lib qotadi. Shuning uchun kichkinagina aruvchi ochib olamiz. Hozir buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'lni o'zida mana shundoq qilib, mana bundoq qilsanglar, mana kichkinagina aruvchi ochilib qoladi. Mana shu 1 santimetr nari borsa 2 santimetrgacha chuqurcha bo'lib qoladi. Mana shunaqa qilib oxirigacha ochib chiqamiz. Keyin kapini ishlangan ko'zani yoqib olsiz, shotga joylashib o'tirib oladi. Hozir buni ham suv ochganimizdan ham ochib ko'rsatamiz. Mana kichkinagina aruvchi ochib oldik. Endi suvdan ochib olamiz. Mana o'zi ariqqa o'tirib joylashib oldi. Bu 2 soatlardan keyin, 2,5 soatlardan keyin o'tga ekish boshlanadi. Hozir mana yonni zaxlatib qo'yganmiz. Bu yoqqa ham hozir yangi ko'chat olib kelganman. O'zim koreyskiy syulxan sortidan F2 Koreyadan oldingi yil kelgan. Bu yil oldingi yil F1 bo'lgan ekan. Bu yil F2, keyingi yilga F3 bo'lar ekan. Xullas, shu koreyskiy syulxan ko'chat rosa zo'r. Hozir uni video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Keyin ekishni ham boshqacharoq usulda ekyapmiz. Uni ham video davomida ko'rsatamiz. Xo'p. Mana kecha olib kelganmiz. Mana 3 ta korobkani kecha bu yoqda ekib olganmiz. Bugun hozir ochamiz. Bitta korobkaga 160 tadan hisob berishyapti. Xudo xolasa keyin ko'chat olib kelganib borganimda o'sha parnini qanaqa tayyorlashgan ko'chatlarni ulardan videoga olib kelaman. Xudo xolasa mana
ko'chatlar mana. Mana shunaqa ko'chat mana. Ko'rsa? Bu hozir ko'chat deyapti. 11-12 sm edi menimcha o'lchaganimda mana. Da qo'yildi. Mana 10 chiqyapti. 11ligi ham bor. 10ligi ham bor ekan mana. Bu sal to'kilgan bo'lsa kerak nimasi. Hop. Mana tonini mana bunisi. Mana 10. Hop. 10-11 chiqyapti mana shunaqasi. Mana bu yog'i 4-4,5, bu yerda 2,5 chiqyapti. Bu konusli qilingan mana. Hozir olamiz mana. Ko'chatlar rosa zo'r chiroyli. Ildizlarni ko'rsating. Ash panel so'ziga 25 ta solib olib borib ekamiz. Cho'zilib ketmasligi uchun azroq borib ekdim. Mana kattaroq ekan. 2 xil kassetasi bor ekan. Buning почти 11 chiqyapti mana. Kattaroq, kichikroq kassetasi 2 xil ekan kassetasi. Baqotligini ko'rsatib. Yaxshi. Hozir shuni olib ko'rsataylik. Ildizlar ko'rsating. Hozir yoriqqa chiqib oldi, boya joyi qorong'i edi. Hop mana kapning ichidan ko'zida suv oqib yotibdi. Mana bunaqa yasab olganmizga shuni qolipiga to'g'ri keladigan qilib mana. Mana bu yog'ini 208 3 atrofida bu yog'i 40 ta litr bilan qilib olganmiz. Buni endi biz hozir kapning ichidan kelib mana shunday qochirib 45 gradusga tiqib mana bunday tiqib qaramami ko'chatdan bosilgan o'sha uzib olingan tomonini kapning ichidan tomonga qarattirib bunday bosamiz. Bo'ldi, mana shunday qilib ekib qo'yamiz. Bo'ldi, guli bu yoqqa chiqadi. Bizga gullashi bu yoqqa kerak. Hop. To'kib tashlaymiz. Ana koldan olib. Koldan olamiz. Bundoq tushib ketadi. Yana mana shunday qilib. Mana buni orasini biz har bittasini orasini 21 dan qilib oldik. Shu yerga 3000 ta ketadigan qilib shunga mo'ljallab qoldi. 20 ga qildim, sal ko'proq ketib qoldi. Endi 21 sm oshu hech narsa qilmaydi. Kimlar 20, kimlardir 25, kimlardir 30 ekadi. Buni aniq farqi yo'q. Biza 21 ga qoldi mana. Ekilishi ham osongina ekiladi mana. Bosib qo'yiladi mana. Tepa tomondan olib ko'rsatamiz, 45 gradusga. Shunday qilamiz mana. Teshib oldi. Sinib qolgan bayani olib tashlaymiz. Ko'karing. Sam shunda o'zini joyiga qo'yib mana bosib qo'yamiz. Bo'ldi. O'rta go'xari ko'mib qo'ymaymiz. Shunday qilib mixuzdan to'g'risidan yana teshib olamiz. Izlari bunday qo'yib mana sal ag'anab qolsa mana tegi bunday qilib turib mana shunaqa ekan. Mana shu tartibda ekib chiqiladi. Xudo xolasa ertaga yana ko'chat olib kelgani boraman. Unda o'sha yerda tayyorlangan ko'chatlarni, kassetalarni hammasini Xudo xolasa videoga olib kelaman. Mana birinchi kundek ekkan ko'chatlarim уже ancha o'zini tutib oldi. Bitta turga. Mana ikkinchi kunda ekkanim. Mana
3-chi kunga ekkanim. Mana men kecha ekkanim. Mana bittasini yarmiga yetmay qoldi. Har bitta lugiga mingtadan ketyapti. Yog'iga yetmay qoldi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 11-sentyabr. Mana Koreyskiy Sulxan ko'chatlari shu yerda tayyorlanyapti. Kasetalari mana bunaqa kasetaga tayyorlangan. Xo'p, 32 talik ekan. 4 qatorga, bunaqasiga 8 qator. Kasetalar mana juda ham zo'r. Ko'chatlari ham вообще zo'r bo'lar ekan. Kasetani o'ziga mana kapini ishlankalar tortilgan. Buni mana bunaqa qilib bostirib qo'yilgan. Bunaqa shpilkalari bor ekan mana. Hop. Mana shundan ko'chat olib ketyapmiz. Mana oldingi yil F1 bo'lib kelgan ekan, shu Koreyada. Bu yil F2 ko'chat mana. Hop. Bittasini shu yerdan hozir olib sug'urib ko'raylik-chi. Mana bunaqa nimasi bor ekan. Mana dizlari zo'r. Bu hozir suv ichgan. Qo'l bo'lib turibdi. Asal naroladan ham olib ko'rsatamiz mana. Bu yerda quyosh tushib turibdi. Mana ko'chatlar har bittasi mana shunaqa qo'yilgan. Bu ikki qatordan hozir tayyor bo'lgan. Bu yerdan olishga mana ona ko'chatlar bo'lgan. Bu yoqdagi bu yoqqa bostirilgan, bu yoqdagi bu yoqqa bostirilgan. Onasidan ajratishgan mana uzib olib berishyapti. Mana ildizlari. Mana shunaqa holatda. Shu ko'chatdan olib ketib ekyapmiz, ko'ramiz. Hosillarini xudo xolasa kuzatib borsanglar hamma qilayotgan ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Hozir anta bo'shagan kasetalar bor, shu kasetani ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bo'shagan kasetalar. Hop, mana kasetasi bitta oldim. Bunaqasiga 4 qator, bunaqasiga hop 8 qator ekan. Mana 8 qator. Teglari mana suv chiqib ketadigan joylari. Hop, mana bu yerda kapini ishlankalar o'tadi mana. Zo'r ekan, menga yoqdi mana. Mana ko'chatlarni olishyapti. Mana shunday qilib taxlanyapti. Shunday taxlab mana ko'plarga solib ketadi. Hozir bularni egasi kelib olib ketadi. Bu yerda mana hozir 3000 ta ko'chat olib ketyapman. Mana ekkan qulupnaylarimiz ancha o'tirib qoldi. 7-chida ekinmidi mana. Bugun endi xudo xolasa 12-sentyabr oxirgi trubani oralig'ini ekamiz mana bu yoqdan ko'rsataylik. Mana oxirgi shu trubani oralig'i, mana shu bitta truba oralig'iga 500 tadan ketyapti. Bizda 6 ta shunaqa trubani oralig'i bor. O'bshi 3000 ta ko'chat ketyapti mana shu to'rsotu parnigozaga. Endi keyingi videolarda xudo xolasa qanaqa tegidan oziqalar beryapmiz, bularning hammasini keyingi videolarda qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar, qiziqarli va kerakli
ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Kommentariyada yozinglar, sizlarni qanaqa savollar qiziqtiryapti. O'sha savollarga kelasi videolarda javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz.